Diqqat qiling, O'zbekiston fuqarolari uchun shoshilinch yangilik, ajoyib xushxabar. O'zbekiston fuqarolarining hayotida 1-iyun sanasidan boshlab nimalar o'zgaradi? O'zbekistondagi barcha o'zgarishlar, xush xabarlar, oyliklar qanchaga oshishi, bolalar puli moddiy yordamlar kimga berilishi haqida batafsil videorolikda barcha savollaringizga javob olasiz. O'zbekiston fuqarolari ushbu videorolikni albatta ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 1-iyun sanasidan boshlab O'zbekistonda va qonunchiligimizda o'zbekistonliklarning hayotida nimalar o'zgaradi? Birinchi o'zgarish: tadbirkorlik subyektlariga bojxona boji 120 kunga qadar kechiktirilib yoki bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Ikkinchi, farmatsevtika va boshqa ishlab chiqaruvchi korxonalarga istisno tariqasida soliqlar va yig'imlarni to'lash bo'yicha BXMning 2 barobari miqdoridan ko'p bo'lmagan miqdorda qarzdorlik mavjud bo'lganida, qarzdorlik summasi ushbu miqdordan yuqori bo'lgan holatlarda esa qarzdorlik shakllangan kundan boshlab 10 kun muddatda davlat xaridlarida ishtirok etish ruxsat beriladi. Uchinchi, qurilish chiqindilarini takroriy foydalanish, qayta ishlash yoki utilizatsiya qilishga yo'naltirilgan quyidagi talablar joriy etiladi. Buyurtmachi yuridik shaxs tomonidan binolar va inshootlar, yo'llar va muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash yoki buzish ishlarida hosil bo'lgan qurilish chiqindilarini ularni qayta ishlash faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari yoki chiqindi poligonlariga shartnoma doirasida taqdim etiladi. 5. Endi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish takomillashtiriladi.